Chust tuman axborot kutubxona markazi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan buktreyler. Dunyo daholari ruknida joy olgan mashhurlarning har bir yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumul ishlari va hatto taqdirlari bilan dunyoni o'zgartirishgan. Shunday taniqli insonlardan biri o'z asarlari bilan mangulikka muhrlangan bastakor, yuksak mahoratli san'atkor Mozartdir. U 36 yoshga yetmay vafot etgan bo'lsa-da, 620 dan ortiq tugallangan asarlar, ko'plab parcha va eskizlar qoldiradi. Deyarli barcha daholar singari Mozartning ham o'z davrining insonlari tushunmagan, qadrlamagan. Ammo uning yorug', baxt, hayotga to'la musiqasi hamisha odamlarni maftun qiladi, zavqlantiradi, eng yorqin va eng ezgu ishlarga undaydi. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan ushbu bejirim tuhfa o'quvchilarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli kitobxonlar, kutubxonaga kelib, ushbu asarlardan bahramand bo'lishingizni xohlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.